Qanday qilib bir oyda sutingiz kamaymasdan 15 kilogrammgacha sog'lom ozish mumkin? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Assalomu alaykum. Men Guli Ochilovman, Go'zal qomat brendining asoschisiman. 6 yillik tajribaga ega dietologman. Faoliyatim davomida 20 mingdan ortiq insonlarga sog'lom ozishda va sog'liklarini tiklashda yordam berib kelmoqdaman. Bilaman, siz emizliklisiz, judayam ozishni xohlaysiz. Sutim kamayadi, shu uchun ozolmayman degan fikrda yuribsiz. Aslida bu qanchalik to'g'ri? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Aslida emizlikli bo'la turib ozish bu judayam oson hisoblanadi. Sizni ovqatlanish tartibingiz tartibga bo'lishi kerak va sizni ratsioningizga uglevodlar kam va oqsil miqdori oshishi kerak. Mana shundagina siz emizlikli bo'la turib ham sutingiz kamaymasdan bemalol sog'lom ozish imkoniyatiga egasiz. Hozir bu haqida sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumotlar albatta sizni sog'lom ozishingizga va sutingizni kamaymaslikka yordam beradi. Birinchi navbatda siz necha kilogramm sog'lom vazn tashlamoqchisiz? Albatta buni maqsad daftaringizga kiriting. Juda ham ko'pchilik insonlar maqsadsiz ozishni boshlashadi. Mana shunda ham ko'pchilik insonlar ozolmaydi. Shuning uchun maqsad aniq bo'lsagina siz oxirigacha oza olasiz. Deylik, siz bir oyda 15 yoki 10 kilogramm sog'lom vazn tashlamoqchisiz. Buni albatta maqsad daftaringizga yozib qo'ying va birinchi navbatda siz ovqatlanish tartibingizni bugundan o'zgartirish kiriting. Xo'sh, sutingiz ko'payishi uchun siz qanaqa qilib ovqatlanasiz? Ovqat tartibingiz noto'g'ri. Deylik, sizni sutingiz ko'payishi uchun siz ko'proq nimalar iste'mol qilasiz? Taxminan aytaman. Nonlarni ko'p iste'mol qilasiz. Palama-partish ovqatlanasiz. Kechasi yog'li kartoshkali ovqatlarni nonlar bilan iste'mol qilasiz. Vaholanki, bu siz sutingizni ko'paytiradi. Aslida bu noto'g'ri ovqatlanish sizni sutingizni ko'paytirmaydi. Qaytanga sizni sutingizni kamayishga va tanangizga zararga ishlaydi. Yana tanada ortiqcha vazn kundan kunga ortadi, kortizol gormoni yuqori bo'ladi. Oddiy va murakkab uglevodlarning miqdori oshib ketadi. Oddiy uglevodlar bular non, xamirli ovqatlar, shirinliklarni me'yorda iste'mol qilish bu oddiy uglevodlar hisoblanadi. Ratsioningizda oddiy uglevodlarni kamaytirib, oqsilga boy bo'lgan sutli, go'shtli mahsulotlarni iste'mol qilishni boshlasangiz, sog'lom ozish bilan birgalikda sizni sutingiz ko'payishni boshlaydi. Endi men sizga ovqatlanish tartibingizni tushuntiraman. Demak, bitta daftar ruchka yoningizga qo'yib qo'yingda, har bitta aytgan ma'lumotlarimni yozib oling. Mana shu tavsiyalar orqali o'sha siz ertadan bismillah deb ozishni boshlang va albatta natijasini men bilan bo'lishni unutmang. Ertalab uyg'onishingiz bilan 500 gramm xona haroratdagi issiq suv ichishdan boshlang. Ichayotgan suvingiz issiq ham bo'lmasin, sovuq ham bo'lmasin. Xona haroratidan issiqroq suv bo'lishi kerak. Iliqdan iliqroqgacha suv ichish tavsiya etiladi. 500 gramm suv ichib bo'lganingizdan keyin 20 daqiqadan keyin nonushta. Sizni nonushtangiz qanaqa bo'lishi kerak? Sizni ratsioningizda ertalabki nonushtangizdda nima bo'lishi kerak? Albatta, kletchatka, oqsil, kerakli uglevod, ya'ni foydali uglevod. Grechka bo'lishi mumkin, ovsyaniy kashalar bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Birinchi navbatda ertalab uyg'onishingiz bilan xo'sh, ovqatlanish tartibingizni yo'lga qo'yishdan oldin suv ichish tartibini sizlarga o'rgataman. Ertalab uyg'onishingiz bilan 500 gramm issiqroq suv ichish tavsiya etiladi. 10 daqiqa ichida 500 gramm suvingizni ichib bo'lganingizdan keyin 20 daqiqadan keyin nonushta qilasiz. Uyingizda qanaqa mevangiz bor? Olma bo'lishi mumkin, banan bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bitta meva yeb olasiz. Meva yeb olganingizdan keyin sizni ratsioningizda ertalabki nonushtangizdda sutli mahsulotlar bo'lishi mumkin. Deylik, bu qaynatilgan tuxum, sariq yog'da pishirilgan tuxum bo'lishi mumkin, ovsyaniy kasha, manniy kashalar bo'lishi mumkin, go'shtli kotletlar bo'lishi mumkin, tvorog smetana bo'lishi mumkin. Sizni eng muhim ratsioningizda oqsilga boy bo'lgan sutli, go'shtli mahsulotlar bo'lishi kerak. Endi siz sutli go'shtli mahsulotlardan iborat nonushta iste'mol qildingiz. Deylik, siz bitta banan, bir tarelka ovsyaniy kasha yedingiz. Sutingiz kamaymasligi uchun yoniga qo'shimcha, deylik, kichkina yogurt yoki ozgina tvorog smetana bo'lishi mumkin. Qo'shimchasi bilan yeb olasiz. Ya'ni yeyotgan ovqatingiz me'yori salgina oshishi kerak. Bu ham oqsilli mahsulot bo'lishi kerak. Ertalab uyg'onishingiz bilan hech qanaqa suv ichmasdan o'tirib olib, "Voy, sutim ko'payish kerak" deb nonlarni bosib yesangiz, shirinliklarni ertalabdan iste'mol qilsangiz, kechirasiz-ku, sutingiz ko'paymaydi, sutingiz kamayadi va bolada oqsil, kerakli kalsiy sut orqali yetib bormaydi.
bola sog'lom bo'lishi uchun bolaga sut orqali kalsiy yetib borishi kerak, oqsil yetib borishi kerak bolani organizmida. Yeyotgan ovqatingizni tarkibida sutli go'shtli mahsulotlar bo'lsa, kalsiy va oqsil yaxshi yetib boradi sut orqali. Va sizni ertalabki nonushtangiz sutli va go'shtli mahsulotlar bo'lishi kerak. Bemalol to'yimli hissi bo'ladi, sut ko'payadi, ochlik hissi bo'lmaydi va siz palama partish ovqatlarni yeysiz. 8 da nonushta qildingizmi, ertalab soat 10 da siz ruks qilib olishingiz kerak. 1 stakan kefir, kichkina yogurt, bananlar yeb olishingiz kerak. Bu esa kletchatka. Sizni organizmingizga kletchatka tushgandan keyin ichak faoliyati yaxshilanadi. Tanada achchiqlar ketish boshlaydi va sizda ozish jarayoni boshlanadi. Tushlikdan oldin. Endi tushlikda nima yeyish mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy. Tushlikdan oldin 500 gram suv ichasiz. Suv ichib bo'lganingizdan keyin esa uyingizda qanaqa issiq ovqat, salat, nonlar bilan yeb olasiz. Agar sizda salat yeyish mumkin bo'lmasa, 1 stakan kefir qattiq yeb olish tavsiya etiladi. Endi uyingizda qanaqa issiq ovqatingiz bor, o'sha issiq ovqat, deylik oshmi, somsami, xamirli ovqatlarni obedda me'yorda yeb olish tavsiya etiladi. Albatta, siz yeydigan noningizni obedda issiq ovqat bilan yeyishga harakat qiling. Endi bu sizni tushlik tartibingizda. Kechki ovqat. Endi ujin. Ujin tartibi qanaqa bo'ladi? Ujindan oldin 500 gram suv ichasiz, xona haroratidagi suv. 500 gram suv ichganingizdan keyin 20 daqiqadan ujin qilasiz. Ujinda yog'li, kartoshkali ovqatlarni yemang. O'zingiz uchun bug'da pishirilgan ovqatlar, qaynat va sho'rva, grechka, qaynatilgan perlovka, kefir bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Har bitta yeyotgan ovqatingizni tarkibida albatta oqsil, sut va go'shtli mahsulotlar bo'lsin. Qaynat va sho'rvalar, bug'da pishirilgan ovqatlar kechki ovqatda yeyish tavsiya etiladi. Ham sizni ozdiradi, ham sutingiz ko'payishiga yordam beradi. Bilasizmi, aslida ozish jarayoni bu juda ham osonda. Siz yeyotgan ovqatingizni tarkibidagi uglevodlarni kamaytirsangiz, oqsillarga e'tibor qaratsangiz, o'z-o'zidan vazn tashlash boshlanadi. Va kechki ovqatda xamirli ovqatlarni, kartoshkali ovqatlarni, somsalarni yemasangiz bo'ldi. Qaynat va sho'rva, grechkali ovqatlar, qaynat va qaynatilgan perlovka, tuxumli omletlar, mana shunaqa tartibda ovqatlanish tavsiya etiladi. Ham sutingiz ko'payadi, ham ozishni boshlaysiz. Endi emizikli bo'la turib, siz birinchi navbatda siz oddiy uglevodlarga bugundan cheklov qo'ying. Qisqacha qilib ovqatlanish tartibingizni tushuntirdim. Shunaqangi oqsilga boy bo'lgan kokteyllar bor. Bitta bananni olasiz, 50 gram ovsyanik kashani olasiz, blenderga solib, sut solib, mazali kokteyl qilib ichsangiz bo'ladi. Sutingizni ko'paytiradi, tanada energiya beradi, ochlik hissi bo'lmaydi, metabolizm yaxshilanadi. Mana shu hisobda ozishni boshlaysiz. Va albatta endi sifatli uyquni organizmga bering deya olmayman, chunki siz yosh bolalarsiz, vaqtiga uxlay olmaysiz. Lekin albatta mashq bajarish sizga tavsiya etiladi. Qanchalik ko'p harakatda bo'lsa tana, siz yegan ovqatingizni, masalan, siz me'yordan ko'p ovqatlanasiz sut bo'lishi uchun. O'shani parchalasangizgina osongina ozish imkoniyatiga qo'lga kiritasiz. Eng asosiysi siz nimaga e'tibor berasiz? Oddiy uglevodlarni kamaytirasiz, nonlarni kam yeysiz, me'yorda yeysiz, oqsilga boy bo'lgan sutli go'shtli mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilasiz va albatta mashqlar bajarasiz. Buni hisobda siz bir oyda bemalol 15 kilogramgacha sog'lom vazn yo'qotasiz. Ha aytgancha, Xudo xohlasa 4 kundan keyin 31 kunlik ongli ozish kursimga start beraman. Emizikli bo'la turib, hech qanaqa cheklovlarsiz, diyetalarsiz, uydagi mazali ovqatlarni iste'mol qilgan holatda ongli ravishda ozib, qaytib semirmaslikka tayyor bo'lsangiz, unda aynan bu kurs siz uchun. Pastdagi tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting va albatta meni ongli ozish kursimga qo'shiling. Chunki ong osti bilan ishlagan holatda sog'lom ozishingizga yordam beraman.